Yerbek seni. Vermeye kimi? 3. Yakınsına. Ben. Ronaldo. Nasıl gerçek adam? 89. Messi kerak mi Ronaldo? ixlosmandlari, millionlar o'yinining muxlislari. Bizga pas beramiz. Cho'tkidek o'ynaymiz. Raqib komandani yutamiz, xudo xolasa. Xolasa. Golga pas. Xolasa, sokki golga pas. Mitcan, sen oyog'ini tavasan. Yillar. Sen uchib kellasini tavasan. Anvar, sen ko'tarib turasan, bu ovdor boradi. Tushundingmi? Tushundim. Hamma vazifasini bildimi? Maqsad gol urishmi? Ova, sen oratada yotib bersang bo'ladi. Gol o'tmaydi. 1 2 3. Yine dirdimizdan kelag'i, dirdi. Orataga yurdi, orataga. O'yin bo'lsin, hujum, yutish zarur. Jamoamiz gol. O'yin bo'lsin, hujum, yutish zarur. Jamoamiz gol. Shunavan dada chal. Shunavan dada zo'r berib olqishlar. Shunavan dada chal. Shunavan dada zo'r berib olqishlar. Shuncha yildan beri sinfdoshlar bilan jinoalashib o'ynagan ekanmiz. Har kim yerda yoshimiz ham kattayib qoldi. Maktabni tugatganimizda bir pasda bilan 20 yil bo'lib qoldi. Bugun bir yoshlikni eslab, sinfdoshlar bilan bir yerda jinoalashib, hammamiz bilan ko'pchilik chet elda, Rossiyada, kimda Toshkentda, kimda Qozog'istonda xizmat safarida bo'lib, shu sinfdoshlarimiz bir 20 yillik uchun hammamiz yig'inib keldik shu yerga.
Zavqi boshqacha baribir. Yosh vaqtimizda o'ynab yurganimiz boshqacha edi. Daji vaqtida oyoqlarimizda formamiz yo'q edi. Oyoqlar o'ynagan vaqtlarimiz bo'lgan, futbolkamiz bo'lmagan. Yana oradan vaqtlar o'tdi, 20 yil bo'libdi. Hammamiz Xudoga shukr, hamma o'zini o'rnidan topib oldi. Yana hozir yoshlikda eslab o'ynab turibmiz. Bu narsani doimiy davom ettirishimiz kerak. Sog'lig'imiz uchun ham kerak, boshqa uchun ham kerak. Ey bir do'stlar bilan o'zbekchilik deydi, jo'ralanma yig'nashimiz uchun kerak. Mana bugun o'zimizni o'qigan maktabda shu eski maktabimizda, yana eski stadionimizda shunday sinfdoshlarimiz bilan mana 20 yil bo'libdi bitirganimizda shu davrda o'ynab yurgan stadionimizda yana mana bu yengil alishib sinfdoshlar bilan futbol o'ynadik. Shu vaqtlar masalan oyoqalan ko'yishimiz bo'lgan, krossovkalarimiz bo'lmagan. Даже shuni o'ylaysiz, masalan, formamiz ham bo'lmaganda, to'g'ri darsdan chiqib shu stadionga qarab yuguradi-da. Shu jarayonlarda bugun yana shu eslab, yoshlikda eslab bugun chiroyli futbol qildik sinfdoshlarimiz bilan. Mana 20 yil bo'libdi maktabda bitirganimizda. 40 yillik, 60 yilliklardan shunday futbol o'ynab, inshaalloh bir ish nasib bo'lsin. Hammangizga omad. Jorlar, o'yin zo'r bo'ldi. Xor qopsiz. Hammani yangi 20 yoshimiz bilan tabriklaymiz. Xudo shu yoshlarga yetirdi. Ya shu bolalarimiz doim shu 20 yillik nishonlarni biz ham boshida yurik. Молодец. Zo'r bo'ldi, mana do'stlik uchrashuvi bo'ldi, Xudo xolasa. Yoshlikda esa bir o'ynadik, zo'r kadrlar bo'ldi, yana Xudo xolasa zo'r. Hammaga omad. Mana bugun sinfdoshlarimiz bilan eski baliq davrlarimizni eslab, o'zimiz o'qigan maktabda shu o'zimizni sevimli stadionimizda o'yin tashkil qildik. Iloji boricha yoshlik va qaytarimizni yana jonlantirib, shu vaqtdagi his-tuyg'ularimiz, shu vaqtdagi hayajonlarimizni tiklashga harakat qildik. Zo'r bo'ldi. Sinfdoshlarimizga katta rahmat. Mana og'zi birgachilik qilib 88lar deb masalan mahallamizda, elatimizda yuribmiz. Hammasini yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Aytgandek, 20 yillik, 40 yillik, 60 yilliklarni nishonlashimiz nasib etsin. Hammaga katta rahmat. O'yinimiz zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Hayelbek kel. Oldu bey. Hafız. Hey! Surat! Surat ki! Teşkilatçılardan yine. Amma bir jam.